Bu restoranning narxini eshitib shokka tushishinglar aniq. Xullas biz o'rtog'im bilan Stokgolmni sentriga aylangani chiqdik va mana shu restoranga ko'zimiz tushdi. Bu restoran yangi ochilgan ekan va menyusida har xil turdagi taomlari bor. Dengiz mahsulotlaridan tortib vegetarianskiy ovqatlargacha. Biz Dogens lunch zakaz qildik. Bu bugungi kun uchun maxsus tushlik menyusi. Menyu har kuni o'zgarib turadi. Bizni ovqat naborimizga esa kirgan narsalar bu vegetarianskiy salat, o'zlari pishiradigan maxsus non, sariyog' va ichimlik. Endi asosiy ovqatimiz esa baliqli ovqat bo'ldi, slivichniy sousda. Ovqatlanib bo'lgandan so'ng terrasasiga ham chiqib, kofe ichib, maza qilib gaplashib o'tirdik. Endi restoran narxiga keladigan bo'lsak, mana shu hamma naborimiz 155 kron bo'ldi. Bu esa o'zbek so'mda 170 milliard atrofida bo'ladi. Stokgolmni sentri, качественный ovqat, panoramniy vid va yaxshi servis uchun bu menimcha juda ham shok narx. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.